Assalomu alaykum, hurmatli Darvesh Alisherbek obunachilari. Inshaalloh obunachilarim 10 mingta bo'lganda, inshaalloh arzimas bo'ladi, chiroyli hadyalarimni taqdim qilaman deb niyat qilgandim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra O'zbekistonga kechikkanligi munosabati bilan inshaalloh kelayotgan yakshanba kuni inshaalloh 3 ta obunachimga o'zim arzimas bo'lsa-da chiroyli hadyalarimni, xurmo, tasbih, tabarruk, Qur'on va jamlangan 30 pora Qur'onimiz va eng asosiysi Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlaridan kelgan tabarruk Zamzam. Bag'da 2-o'ringa, 3-o'ringa arzimas bo'lsa-da chiroyli hadyalarimizni berishni niyat qildim. Inshaalloh buning shartlari oddiy. Inshaalloh menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kifoya. Va shu videoda ostiga o'zingiz do'stlaringizni bittasini, ikkitasini inshaalloh belgilagan holatda shu videoga like bossangiz kifoya. Inshaalloh kelasi yakshanba kuni kechki soat 8 da inshaalloh g'oliblarni aniqlagan holatda dushanba kuni xudo xolasi kelasi dushanba inshaalloh o'z manzillariga pochta orqali chiqarib olamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.